Bugun ügündig'imiz hammamiz yoqtiradigan sungbo yangru, ya'ni sungpiyaz go'sht qo'rimiz tayyorlash usuli. Oldi bilan qo'y go'shtini bunday yaproqlab to'g'rab tayyor qilib olamiz. Qo'y go'shtining qozonga chopishib qolmaslik uchun yarim qo'shiq tuz, bir qo'shiq denfin, azroq may qo'yib, muvofiq miqdor suv quyib yotgandan keyin tekishicha aralashtirib tamlantirib qo'yamiz. Qo'llash az bo'lib qolmasin, bir tal yurak berib, inkas rayon xo belgilarini gullarni yo'llab qo'ying, yulduz belgisini besib, mazmunni cho'qim saqlab oling. Samsaq zanjibilni yaproqlab to'g'rab olgandan keyin so'ng piyozni mish rasmda ko'rsatilgandek holatda to'g'rab tayyor qilib olsak bo'ldi. Keyindan qozonga may qo'yib, may qizgandan keyin qo'y go'shtini silib, mayda muvofiq miqdorda zalab pishirib olamiz. Go'shtimiz musholat kelgandan keyin to'g'rab tayyor qilib qo'ygan so'ng piyoz ko'k qizlarni qo'shimcha holatda sep qo'ysak bo'ldi. Silib bilan bir 10 sekund atrofida maydan o'tkazib o'tgandan keyin suzib elib tayyor qilib qo'yamiz. Qozonga az miqdorda may quyib o'tgandan keyin samsaq zanjibilni silib, puroq chiqarib qo'riyotib, tayyor qilib qo'ygan go'sht bilan so'ng piyozlarni silib, tez suratda qo'riymiz. Bir qo'shiq tuz, yarim qo'shiq vijing, yarim qo'shiq jijing, qo'shiqning uchida oqmosh, yarim qo'shiq shakar silib o'tgandan keyin muvofiq miqdorda suv qo'yamiz. Rasmda ko'rsatilgandek holatda suv qo'ysanglar bo'ladi. Tez suratda bir 10 sekund atrofida qo'rib dardamonlarni eritib olamiz. Keyindan bir temim shangyo temtib o'tgandan keyin tez suratda 5 sekund qo'rib bilan taxsiga olib iste'mol qilsak bo'ldi. Ugunib olgan bo'lsanglar yurak berib qo'yinglar. Bundan keyin texim sarxil mazmunlarni yo'llab bermay, go'nja qilmagan do'stlar go'nja qo'ying.